Ha, chaqirding telefon? Qaynatamni ko'chib kelaylik, mehmonga chaqiryapti. Dadajoniniki? Dadajon to'g'ri gapir, dadajon demayman. Ha, nima deysan? Dadajon deysan-da. Dadajon umrimda dadajon demaganman. Ha, nima deb chaqirasan bo'lmasa? Rushan aka deyman. O'g'lim yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. Yaxshimisiz? Mas. Kimni aytib berasan deyapti. Kim ular kelib qoldilar? Kim kelib qoldi? Ular kelib qoldi-da. Kim bu yoq? Kim? Kim bor edi bizdan tashqari? Ular kelib qoldi-da. Nima deb chaqirasan? Siz kelib qoldingizmi? Ha, men kelib qoldim-da. Shuni oshga qarang hozir, ha? Ya, ovora bo'lyapti. O'zing qiynamasdan dadajon qo'yur. Umuman dadajon demayman. Roshan aka. Mana. Roshan aka, bo'lsa chaqirib oling. Ha, hozir. Hozir 5 daqiqada suzamiz oshiyam. Siz chaqirishni. Hozir o'g'lim hozir chiqaman. Bilasiz, sizni o'z o'g'limdek ko'raman. Shuning uchun mana mashinani yaxshi kunlarga minib ha? Ovora bo'lsa dadajon. Ana! Dada deyapti. Endi dadajon qoldi ha bu. Insidan dadajon. Sen mashinalar tushunmaysan. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, love, buck.